Assalomu alaykum aziz obunachilar. Biz Adaham akaning xonadoniga kelganmiz. Assalomu alaykum Adaham aka. Va alaykum assalom. Kelinglar. Charchamayapsizmi? Xush kelibsizlar bizni xonadonlarga. Ha, chiroyli qilib mana fasad urilibdi. Bu sho'ri chiqishi nima sababdan bo'lyapti Adaham aka? Buni sho'ri chiqsa asosan buni orqasiga beton qo'yilgan birinchidan. Bu muammo emas. Bu xudo xohlasa tez kunda bu o'zini anaqasi bo'yicha qurib ketgandan keyin bu sho'r qolmaydi. Boz g'ishtni bo'lib urilganmi? Mana Ha, bu butun g'isht o'zimizda Farg'onadan bo'lib urilgan. Farg'ona chimyon g'ishtini bo'lib. Chimyon g'ishti bo'lib urilgan buni. Sopol g'isht. Xullas bitta g'ishtni ikkitaga qilib bo'lib urilganda. Orqasiga beton quyilgani uchun sho'r chiqyapti. Orqasiga beton qo'ygan uchun sho'r chiqiladi. Bu sho'r xudo xohlasa bu uzoqqa bormasdan o'z holiga qolib toza bo'lib qoladi. Keyin bo'lsa olabularligi nimadan deb o'ylayapsiz? Buni olabularga mana bu g'ishtni o'zi suvga solib urilgan hisobiga. Suvga solib Ha. Buni mana ustalarimiz bu suvga solinlar ekan. Suvga solib turib, nima desam bo'ladi? Uyutib turib yana urilgan. Nima aytdim? Nima uchun buni suvga solib uryapsizlar desam, agar rastor quruq holatda rastor solsak, rastor tezda qatib qoladi dedi. Suvni shimib olyapti. Shimib olar ekan buni. Agar suvga solib urilsa dedi, rastorimiz uzoqqa chidab turib, o'zi holiga borib, bu nima deydi? Nam holatda uriladi deb shuna deb. Shunaqa urishdi. Bu xudo xohlasa pardoz qilgandan keyin yana. Ha, pardoz qilgandan keyin sho'rlar ham yo'qolib ketadi bir qator artib tozalagan. Yo'q, pardoz qilgan sho'rlar ham yo'q qolmaydi. Hozir mana akfachi keldi, hozir biz kelishimizdan oldin akfachi e'tirozlar bildirib ketdi. Nima e'tirozlar bo'ldi? Adaham aka shularni aytib keting, ko'pchilikga qiziqdi. Hozir mana tindoq chiqarilmagan ekan, to'g'rimi? Bu tomonga tirnoq chiqarilmadi dedi. Bu tomonda tirnoq chiqarilgan deb. Buni mana uyni go'nasi birinchidan mana uy go'nasi chiqarmay qolgani uchun bu bir. Ikkinchidan endi buni mana bu atvesga urilgani uchun bu tomon mana orqada cho'rni g'isht chiqib qolgani uchun. Shuning uchun buni hech qanaqa qilsa, buni обрезной болгаркада kesib, bunga tirnoq chiqarib qo'yiladi. Orqadan qadaladi. Qadaladi, bunga kelib qadaladi. Endi peynalar ko'rinmaydi. Peynalar ko'rinmaydigan bo'lib, bir xilda ko'p qo'yilaveradi buni. Endi maytni qanday yechim qilasizlar endi? Buni endi maytda eshik bor-a? Bu eshik 1.20 eshigimiz 2,5 metr eshik qilinadi baland. Unda yo'g'i bekiladigan bo'lyapti. Patolog bo'ladi. Patolog, bu turkman qizimiz. Ustunga turkman urilgan. Asosiy devorga chimyon. Ha, bu asosiy devorimiz chimyon urilgan. Bu turkman bu. Turkman urilgan. Buni eshik qadalgandan keyin mana buni abdashlarimizni kechanda olib kelib ko'rsatdim. Ikki tomondan 1 santimetrdan zazor bo'lyapti. 1 santimetr akfa o'rnatgandan zazor pena bo'lyapti. Penani haqqi. Ha. Bu yerga o'zimizda mana yo'divi akvada o'rnatilgandan keyin mana abdashlar o'sha yo'divi kapala deb qo'yar ekan, ugolar bor ekan, kapala ugolok. Shuni germetiklab shu pena chiqargan, yopib yuborar ekan. Shu akvaman bilan bir apshib qilib, shu bilinmaydi. Bir qilib ketadi. Bilinmaydi. Bundan qatirsa bo'lar ekanmi? Ha, anker, faqat anker urularga, ha, faqat va shopga urular ekan buni ankerga. Ha. Buni. Buning uchun endi mana g'ishtga ursa-chi? G'ishtga ursa bu turkman uchun buni endi ular ustalar aytyapti, bu chaqnaydi deyapti buni asosan. G'ishtga anker ursa. Ha, anker. Qatirsa. Ha, asosan endi ham desa bilinmaydigan mana bu lutchi mana shopga urgan yaxshi deb shuna deyapti. Lekin mana chimyon g'ishtlarga ko'p joylarga akfa qatirilgan lekin. Bu chimyon bo'lar ekan bu chimyonga. Lekin endi aytyaptiki, lekin haligidan urib ko'rgani yo'q. Endi urib ko'rdi, lekin qani endi urib ko'rsa bilamiz. Mana. Lekin bolgarkada kessak, mana shu o'ta mustahkamligi uchun. Ha. O'ta bu mustahkam ekan, bolgarkada kessak, zichligi, yuqoriligi uchun mana. Aytgan joyingizdan ketmaydiganda bu. Yo'ligi uchun. Bolgar kessangiz ham u yoq-bu yoqdan kechak. Aytgan joyingizdan kesin boshqadan bo'linib ketar ekan bu. O'ta zichligi uchun. Shuning uchun buni iloji boricha shu ankerda mana shu shopga urish kerak. Shopga urish kerak. Qatirish kerak. Ana shunday mahkamligi bularga yaxshi tortar ekan. Endi menga shuni tavsiya qildi ustalarimiz. Bu tepalariga rastor qo'yilgan bunga, beton qo'yilgan. Ha, buning ichida burovoy turba qo'yilgan. Burovoy turba har 5 qator, 6 qator bo'lgandan keyin atrofiga rastor qo'yib chiqarilgan. Ana shunda dog'i chiqyapti endi. Ha, shuni dog'i chiqyapti. Tepaga urib chiqarilgan shuni. Endi mana urgandan keyin yo'qib ketadi. Mana 8,5 metrlik uzun peshor tashlaguncha kuchlar qo'yadi dedik. Bu tomonda shu tomonlar sarig'ish tanlabsiz. Ha, bu hamma turkman bular.
Turkman. O'rtasida chimyon ekan, Ha, qizili. o'rtadagi chimyon bu. Mana. Turkman qishlar akalar, ko'rishingiz mumkin. Sopol. Donasi 2000 so'mdan. Bular 2000 so'mdan. Kvadratiga Ammo 50 talabga 50 javob ketadi. beradi ekan haqiqatda. Sho'r chiqmaydi, o'zgarmaydi, o'zining xususiyatini yo'qotmaydi ekan. Endi shu rastol qo'ygani uchun orqasiga shuni hisobiga Ha, sho'r chiqadi. mana. Bu ham Mana shu yerga rastolda mana sho'ri. bugun 3-kun mana shu yerda tugatishdi. Ha, 3 kun bo'ldi, hali qurigan yo'q. Yo'q, hali qurgan, hali nam havo turibdi. Suvga solganligi uchun Suvga, mana shu suvga solingan mana qurigan yo'q hali. qurgan yo'q. Lekin o'zining xususiyatini yo'qotgan mana hamma yo'q bo'ldi. Buni manavi aytishcha manavini kirgagini shopini yo'qotish uchun mana ona. Endi uni ustida men manavi kitasiga kafilab berdi bunga. Ha. Shu kitasiga kafilda mana shu yerga manavi o'zim mana zakaz qildirib mokridan monosini ham cho'rnidan zakaz qilganim uchun hamsa manavini ham shu Ha. Xitoyda granit. Xitoyda granitda mana shu yerga Apishga qilib. apishga qivoriladigan bo'ldi shu. Peni yopiladi. Ha, peni yopilib ketadi. Hamsa mana anaqasi ham bilinmaydi qilib. Mana hozir videoda ham mana ro'paradan ko'rsanglar, akfa bu yoqqa kirib ketgan. Tepasi. Bu yoqqa chiqib, peni ko'rinib qolyapti. G'isht tekkiz urilgan, atves tashlab urilgan. Akfachilar qiyshiq o'rnatib qo'ygan. Shuning uchun birinchi g'ishtni urib olishni tavsiya qilamiz. Tavsiya qiladi. Birinchi g'ishtni urib olishga tavsiya qilish Urib olishga, keyin shunga moslab, akfani o'lchab, shunga qadab qo'yish kerak. Ha, tujiz chiqarib. Shundan birinchi penalar g'ishtni ham urib olish ko'rinmaydi. kerak. Mana rasxodlar bo'lmaydi, mana ham Hozir mana shu uydagiga oshcha rasxodda, mana shu penani yopish uchun iloji shu qilinyapti shu. Oshcha aylantirib rasxodda. endi yopishtirib chiqish kerak, to'g'rimi? Shu birinchi bo'lib fasad qilishni urib olish Bu kerak. oldin akva qurilganda, akvadan keyin bu urilyapti. Birinchi akfa qilingan, mana akfani hozir qiyshiq o'rnatgani bilinib qoldi. Bilinib qoldi. Qish urgandan keyin. Ana shundan keyin endi hozir endi ilojimiz shu pena yopish uchun shuni qilinyapti. O'zi asosan birinchi shu g'ish urilganda shu narsa bo'lmardi. Akfachilar ishga moslab qo'yadi. Chunki ular shayton bilan o'lchaydi-da, Ha, kam bo'lmaydi. shayton ularni aldaydi. Aldaydi ekan. Atves aldamaydi. Atves aldamaydi. Aytgan tochkasiga keladi. Sizlar atves bilan uradi. Hop, endi ko'cha tomonini ham bitta ko'rsataylik. Mayli, bemalol. Anaqa arg'onlari ham bor ekan. Ha. Bu ko'cha tomoni, ko'chaning fasadi. Ha. Bu ko'chamizni fasadi bu. Qo'li gul ustalar urgan, mana o'zlari naqsh chiqarib, chahlab, mana qilib arqon qilib yuborgan ekan, g'ishtdan arqon. Mana shuni arqon deydi. O'ta go'zal ish ko'rishgan qo'li gul ustalar haqiqatda. Bu ancha-muncha sariq dog'larga e'tibor qilsangiz, bular qurib ketadi. Qurib ketadi bu hali qurigan. Nima bir hafta bo'ldi bu yuvilganiga. Bu suv sepib mana suv yuvilib. Bu qancha ko'p yuvilgansa o'ziga bir chiroy oladi ekanda bu. Ha, suvingizni sho'ri bo'lsa ham, ammo sho'ri ham chiqib qolishi mumkin. Ha, sho'r chiqib ketar ekan shu. Ha, suvni sho'ri. Bu ham turkman bu. Aha. Bu mana o'zimizni mana Namanganda olib kelgan mana g'ishtdan charxlangan qo'yilgan g'ishtlar bu. Har ustunlarga arqon qilingan ekan. Ha, har bitta ustunga arqon qilinib. Mana shu ham ochibdi-da, fasad. Jinday mana shu ham. Bir xil. Endi ustalarning o'zini bir haligi nima deydi, dizayner ekanda bu. Dizayner qilib chiroyli qilib chiqardim. Kam bo'lmay juda qo'li usta bolalar ekan. Narxlari qanaqadan bo'ldi? Bularni Narxlari qiziqda ko'pchilik. bularni kvadratini 200 mingdan qildirdim. Kvadrati 200 ming. Ha, Bularchi? Bularni mana buni kvadrat metrini 400 mingdan qildirdim bularni. Nech pul? 400 mingdan. 1 metr pagonometri 400 ming. 400 mingdan. Ha, mana har bitta ustani 1 milliondan. 1 million to'g'ri kelyaptimi? 2,5 metr ekanda. 2,5 metr. Yonida qizili bilan biladimi? Yo'q, qizildan tashqari. U qizil mononga qo'shiladi. Qizil monon metriga qo'shiladi. Faqat kvadrat. Qizil kvadrat kirib ketadi. Ha, qizil kvadrat kirib Bu ketadi. pagonometr. Da. 400 mingdan 1 million. Ha, bularni mononlar 300 mingdan mononni urdirdim. Bu arzonroq ekan, nari qimmatroq ekan-da. Demoqchimanki, monon o'rtasida g'ishtni har bitta g'ishtni kesib, charxlab, eng kami endi qanday bu? Mazakaga o'xshab yopishtirib. Kam bo'lmasa 15 ming, 20 mingdan vaqt ketadi. Bitta shu ana rombikda. Ha, rombikda. bitta kichkina managa. O'tdi bu sложный ish ekanda bu. Mashina bittani 15 kunda qildim bittasini.
o'ta og'ir, o'ta sложный ekanda. O'ta qiyin ekan bu. Bu anaqa tuzimisan. Bor 10 kunlik bu qiyin ish ekan buni. O'zi qo'l ishlari qimmat Qo'y bo'ladi. ishlari. Qo'l ishida bu. Bularni endi Stanok charlab, bu ham mana bularga bu shu pagonli metrga 300 mingdan pul berdim bularga. Ha. Demoqchiman, bular ham shu qo'l ishi hammasi. Aha. Bular charxlanadi. Hmm. Mana bunga bunga mana shu Sokol. 200 ming so'mdan pul berdim. Sokolini Yo'q, metrimi? yo'q, bunga 170 mingdan beribman, ha. Ha. Bunga 170 mingdan berdim. Arzonroq ekan. Ha, bu arzonroq. Mana 200 mingdan berdim. Demoqchimanki, bunga Bu xizmatini o'zi. ha, xizmatni o'zi, Hmm. faqat xizmatiga. Hmm. Buni ham qo'yib, kelaylab, orqasiga beton qo'yib, qahqalovni. Hmm. Xizmatni o'ziga. Adham aka, endi nima sababdan fasad qilish tanladingiz? Masalan, tramintin bor, boshqa narsalar ham bor-ku. Tramintin boshi bor. Endi kimgayu qandaydir, endi bu narsani men tanlashdan maqsadim, mana Samarqand, Buxoro, men o'zi shofyor odamman. Juda ko'p insonlar u yoqqa borib kelib, bu narsani umri uzoq bo'lar ekan. Bu birinchidan. Mana ashyolarni ko'rib o'tib, Xudo xohlasa shu niyat qilib qo'ydim. Men uy solsam Xudo xohlasa shunaqa qilaman deb. Demoqchimanki, u Treventindan bo'lgan vaqtlarda 5 yilda, 4 yilda rangini o'zgartirar ekan. Keyin cho'rni g'ishti sho'ri bo'lsa, sho'r tashib yuboradi-yu. Ha, Tramintin ham ko'chib tushadi. shu tushar ekan-da. Yana chetda yamab qo'ysangiz shalta bo'lib qoladi. Keyin polniy fasadni yangilash kerak. Yangilash kerak ekan. Bumi? Bu tamom endi shu. Bu beshlik qoladi. Bizdan keyin bu bolamiz xohlagan kuyga chalaveradi. Mana shunaqa qilib berdim endi deymiz. O'zi bilgani qilaveradi-da. Biz ham mana o'sha ota-onamiz qilib beribdi. Bu meni uy pastroqda. Endi menga ko'chib tushamiz. Xudo xohlasa 60-70 yillik uylar bo'lsa, hali ham turibdi. Shu eski uylar betonning o'rnida toshi bor. To'g'ri gap aytish kerak-da. Mana endi mana Allohga shukur qilyapmiz. Bu ham mana shu nevaralaringiz qaratadi-da. Nevaralarim mana shu yerda endi ajomas. Yaxshi niyatda qildik. Bu Amir Temur bobomiz davridan beri bordi bu. Qolgan, ana. Shundan beri bor. Keyin modasi o'lmaydi. O'lmaydi ekan bu narsani. Modaga qaramaydi. Bu moda qaramay, bu narsani yuvib qo'yarasiz ekan. Bunga kraska demas ekan, bo'ladi demas ekan, mana turibdi. Bitta yuvib qo'ysangiz svej bo'lib qoladi. Svej bo'lib qolar ekan, lekin men ham ammo insonimiz hammamiz ham mehnat qilib, bular qilyapmiz. 1-2 so'm qaramasdan qilish kerak ekan bu narsani. Obunachilar tavsiya qilasizmi? Men shuni obunachilarga tavsiya qilaman. Sizlarga men tavsiya qilaman, hurmatli o'rtoqlar. Endi haqiqatda 5 so'm, 4 so'm oshchi ketsa ham shu narsani men shu yurtimizga ham o'zimizga, ham mahallamizga, ham yurtimizga chiroy ham kirar ekan, tozalikka ham rioya qilar ekan bu narsa. Milliycha sifat beradi. Yo'q olmaydi. Men shuna deb anaqa qildim dedim-da o'zimga. Shuna deb o'zim men bir tavsiya qildim, shuni qildim shu narsani. Endi sizlarning o'zingizlarda ham bir anaqanglar bor. Bo'ldi, rahmat aka. Sog' bo'ling, Allohim baraka boringlarga toping. shukr. Xo'p, tinch bo'ling. Salomat bo'linglar. Kimga shunday g'ishlar kerak bo'lsa, pastdagi nomeriga murojaat qiling. Like, podpiska bosishni unutmang.